Kecha xonamga 13 yoshli bola keldi. Problemasi yuzida juda ham ko'p ugrilar toshgani hamda yelkalarida juda ham ko'p ugrilar toshayotgani haqida jalbi bilan keldi. Onalari olib kelibdi. Sababi dermatologga olib borishgan. Sababi hech qanaqa yo'q. Oshqozoni ham joyida, hech qanaqangi ich qotishlari, unda problemalar bo'lmayapti. Ugri chiqishi sabablari o'zi aslida juda ham ko'p. Hozirgi kunda global muammo bu ugri bilan dog'. Asosan ugrili yuzlar juda ham ko'p. Bular qanaqa paydo bo'ladi? Ugrini davolash yo'llari qanaqa bo'ladi? Va ulardan keyingi qoladigan chandiqlar haqida hozirgi birma-bir aytib beraman. 13 yoshli bolani men kelgan payti konsultatsiya qildim. Nima problemangiz bor desam, onasi aytdiki, dermatologga borib keldim, bir dunyo dori yozib berdi nazokat. Lekin o'g'lim oshqozonida hech qanaqa problemasi yo'q. Bolani o'zidan so'radim, siz qabziyat, ichingiz qotadimi desam, yo'q dedi. U kunda chunki 13 yosh bolada ich qotish muammosi bo'lmasligi bo'lishi ham mumkin. Chunki u harakatda, futbolda, sportda, demak unda qon aylanishlarigacha yaxshi. Keyin men so'radim, что kunlik ratsioningiz qanaqa? Gazli suv ichyapsizmi yoki nimadir shirinlik ko'p yeyapsizmi yoki zavtrak qilmayapsizmi? U bola aytyapti, что menda hammasi normada. Nimadan sabab unaqa ugri chiqayotganini o'zimiz ham bilmayapmiz dedilar. Keyin shunaqa holat bo'ldi. Yuzlariga men krem tavsiya qildim. Hech qanaqangi ukol, hech qanaqangi lishniy kremlashga mumkin emasdim. O'zim tayyorlagan o'sha ugrilar uchun spetsialniy umyvalkamni berdim, hamda o'shani yuvib turing deb berdim. Ularni aytishlari bo'yicha o'sha bir dona ugri chiqqan paytida yuzini ketqizaman deb krem surgan onalari, namlantiruvchi krem. Chunki hali bolam yosh, halidan yuzlari yomon bo'lib ketmasin deb o'sha yoshiga mos krem olib berganlar va ularga krem surish boshlaganlar. O'sha og'iz atrofida ozgina qurish hisobiga ular polni yuzga ugri toshirib yuborganlar. Chunki o'sha zonani o'zini namlanishi o'rniga butun yuzga krem surib bolani yuzini battar ugri toshishiga sababchi bo'lishgan. Hech qanaqangi mana problemalarsiz ham ugri toshish sabablari bu albatta увлажняющий krem surish oqibatida ham ugrilar toshib ketishi mumkin. Chunki sizlar ko'jaga haddan tashqari namlik berganinglar hisobiga yog' qavati juda ham zo'r va hamda tez ishlagani uchun ugrilar toshadi. Keyin ugri toshish sabablariga keladigan bo'lsak, ugrilar asosan birinchi navbatda sizda oshqozon osti bezida o'zgarishlar bo'lgani hisobiga ichklaringizda o'sha ichki qabziyat, najosat qo'pol qilib aytganda o'sha axlat chiqmagani sababiga ugri chiqishi mumkin, hamda sizda наследственный bo'lishi mumkin. Sizda otangizda, onangizda kimdadir bo'lishi mumkin. Siz aytishingiz mumkin, demak meni farzandimda ham bo'ladi. Yo'q, buni to'xtatsa bo'ladi. Siz agar lecheniya olib davolansangiz, sizning farzandingizga наследственный bu narsa o'tmaydi. Chunki otadan, onadan baribir o'tadi, yog'li badan, kimlardadir yog'li bo'ladi, juda ham ko'jasi haddan tashqari shunaqa problemli ugrilar keladiki, hattoki boshlariga ham toshadiganlar bo'ladi. Sochlarini oralariga ko'p ugri toshadi, yuz qismiga asosan ko'p toshadi, qo'llarini bunaqa joylariga, hamda yelka taraflariga, bilak taraflari bilan ugrilar toshadiganlar bor. Hamda ba'zi bir insonlarda bel sohasiga, ya'ni popochka taraflariga ham ugrilar toshadi. Hamda ayollarda ko'pincha, erkaklarda endi bilmadim. Menda unaqa holat kuzatilmagan, lekin jenskiy taraflarga ham ugrilar joy tanlanmaydi. Qachonki sizda o'sha joyingizda bir bakteriyalar paydo bo'lishni boshlasa, o'sha joyda sizda yiring hosil qiladi. Ana o'sha paytda davolash usullarini ham hozir tushuntirib ketaman. Bu paytda nima qilish kerak, hamda qanaqa yo'llari bor, nima qilsak davolanamiz. Hozirgi kunda turli xil muammolar bilan kelishadi, turli xil ugrilari chiqqan, kimdir ugrilarini cheskali, uxodviylar yordamida yo'q qilsa bo'ladi, lekin kimlarnikidir davolab bo'lmaydi. Chunki hozir dermatikoz degan, yuz biti kanasi degan shunaqa dermatologический problemalar ham bo'ladi. Hamma odamda bu narsa bo'ladi deb ayta olmayman, chunki bu narsani qo'zg'atib yuborsangizgina paydo bo'lishi mumkin. Bu nimadan kelib chiqadi? Avvalambor biron bir dugonasini narsasini ishlatish yo'li orqali yoki bolalar shu qo'l berib yuzini bir-biriga urishtirgan orqali ko'proq yuqadi bu narsa. Keyin gigiyenaga yaxshi e'tibor bermaganligi sababli dermatikoz kasalligi kelib chiqadi. Buni davosi faqat kosmetologический, kimlardir dermatolog bilan davolanadi, kimlardir kosmetolog bilan. Dermakosmetologlar ham bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, hamma narsaga yordam bera olamiz. Xo'p, endi ich qotish sabablariga keladigan bo'lsak,
ugrilar chiqish sabablariga keladigan bo'lsak, sizda birinchidan kunlik rejimingizga ahamiyat bering. Masalan, bugun siz bir kun davomida nimalar qilishingiz kerak? Siz o'sha narsalarni qilmasangiz, shulardan voz kechsangiz, sizda shu narsa to'xtatiladimi, yo'qmi? Shularga ahamiyat bering. Birinchidan sizda ich qotgan paytda ugri yuzga toshishi mumkin. Qachonki sizning badaningiz yoki organizmingiz juda ham yog'li bo'lsa. Qachonki sizda kamroq suv ichish oqibatida qanaqa? Chunki organizm 80% suvdan iborat. Agar bu siz kuniga 2 litr suvni tanaga berib turmasangiz, sizda qon aylanishi ham, ovqat hazm qilish sistemasi, gormonlar o'zgarishi yoki sizda bir qonda o'sha qonga jigar tezroq qon ishlab berishi, bu hammasi suvga bog'liq bo'ladi. Asosan kunlik 2 litr suvimizni faqat birdaniga emas, dozasini stakan-stakanda kunlik ertalab uyqudan turishda 2 stakan, obedda ovqatlanishdan oldin 1-2 stakan suv hamda kun davomida u yoqda kamroq iste'mol qiladigan suvni kunlik tartibga bo'lib ichish tavsiya etiladi. Siz kunlik rejim o'sha 2 litr suvni ichdingizmi? Hojatxonaga yotishdan oldin, uxlashdan oldin bir mahal eng kattasiga axlatga kirib chiqdingizmi? Hamda siz kunlik yeyotgan narsalaringiz Coca-Cola, fast foodlar, o'sha yeyotgan narsalaringiz asosan Coca-Colani o'sha tarkibi hammasi yog' ko'proq ishlab berishga xizmat qiladi. Shuning uchun Coca-Coladan tiyilamiz. O'sha hisobiga qoningizda xolesterin paydo bo'lishi mumkin va sizda ugrilik kelib chiqish sababi bo'lishi mumkin. Keyin sizda bo'lishi mumkin qanaqa возрастной bo'lishi mumkin. Yoshingizga nisbatan siz endi balog'at yoshidasiz, 15-16, hozirgi kunda, hozirgi davrda o'sha bizning paytda o'sha endi yoshlik paytimiz, hozir bolalik paytimiz deb qo'yaylik, hozir o'sha yoshlik paytimiz. Bolalik davrida o'sha 13 yosh, 15 yosh paytida ko'pincha ugrilik kuzatilmagan. Asosan 16 yosh, 15 yosh qizlarda balog'at davrida kuzatilgan. Lekin hozirgi kunga kelib o'sha 12-13 yosh bolalarni ham yuzida ugrilik kuzatishimiz mumkin. Chunki oldingiga nisbatan hozir kimikal juda ham ko'paygan. Har bitta yeyotgan mahsulotimiz tabiiy mahsulot emas. Shuning hisobiga ham yuzda ko'p problemalar, odamlar tez qarib qolishi, yuzga ajin, dog'lar tushish sabablari juda ham ko'p. Shuning uchun ugri chiqqan paytda yuzingizni nima qilishni bilmayapsiz hamda bu problema sizga juda ham ko'p qaravsiz o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Onalarimiz bor, turmushga chiqqandan keyin turmushga chiqsang yaxshi bo'lib ketadi. Yo'q, ba'zi bir qizlarimizda turmushga chiqqandan keyin naborotiga ishlab ketadi va bu ugrilar portlab yuzlariga, yelkalariga toshib ketadi. Lekin hozirgi kunda buni muammolarni bolalarimiz ham oldini olishi, ugrilar toshmasdan, chandiqli hosil bo'lmasdan oldin o'sha ugrilarni davolashga harakat qilishyapti. Chunki ularni biron bir odam yoki ularga to'g'ri yo'nalish beradigan, chunki o'g'il bola o'tib ketadi deydi-da, onalar ko'pincha ahamiyat bermaydi. Lekin shunaqa paytda agar siz shu 17 yoshda yoki problema hozir ugri bo'lsa, bemalol menga murojaat qilsanglar, konsultatsiya olsanglar, yuzinglarni turiga qarab turib, nima qilish kerak, davolash kerakmi yoki kelib mendan protsedura olishingiz kerakmi, shularni hammasini tushuntirib beraman. Endi ugri toshayotganni yana bitta sabablari, qizlarimiz kosmetika magazinga kirishadi, yuzimni namlantiring, endi tez qarib qolmaygin deb har xil kremlar olib yuzlariga surishadi. O'sha noto'g'ri tanlangan krem sababi ham ugri toshirib yuboradi yuzga, asosan shu bo'ladi. Keyin 30 yoshdan keyin asosan ahamiyat bergan bo'lsanglar, oldinlari ugri toshi уже kamaygan bo'lardi, lekin hozirgi kunda ayollarimizda global muammo 35-40 yoshgacha ham ugri toshyapti ayollarda. Buni sabablari nimada? Sabablari teri shamollashda bo'lishi mumkin. Siz yuzingizni yuvib turib, salqin holatda konditsionerda o'tirishingiz mumkin yoki bo'lmasam srazu tashqariga chiqib, issiq sovuq qilgan holatda yuzingizda har xil holatlar bo'lishi mumkin. Keyin yuzimiz bizani asosan qaysi organizmimizda, qaysi a'zoyimizda problema ketayotganini bizani yuzimiz bildirib beradi. Agar sizda dahan tarafida ko'proq ugri chiqadigan bo'lsa, demak sizda muskoy hamda jenskiy a'zolaringizda problema bor bo'lsa, albatta dahan va mo'ylov tarafdan ugri chiqadi. Endi sizda o't qopida ko'proq problema bo'ladigan bo'lsa, sizda asosan yanoq qismda oshqozon hamda oshqozonda ko'proq kuzatiladigan bo'lsa, yanoq qismlarida ko'proq ugri toshadi. Chunki bu joyda ko'p toshishi sizda ich qotishi hamda ayollik siklingiz buzilgan paytda asosan shu joylaringiz bilan toshadi. Endi o't qopi yaxshi ishlamayapti, suyuqlik yaxshi ishlab bermayapti. Siz yeyotgan narsalaringiz o't qopiga juda ham kuchlilik qilyapti. Bu
kola, fast food, tez hazm bo'lmaydigan mahsulotlar, shularni yegan paytingizda sizni asosan peshona taraflaringizda hamda chakka sohalaringizda ko'proq ugrili toshmalar toshadi. Bu zonada yana toshma toshishining sababi sizda biron bir o'sha tuxumlarga masalan, semechkaga yoki bo'lmasam fleshga bo'lgan organizmingizdagi reaksiyasi asosan peshona qismidan chiqadi. Agar sizda peshona ko'proq chiqayotgan bo'lsa, siz o'sha asosan sizga allergiya chaqiradigan narsalarni kamroq iste'mol qilishingizga to'g'ri keladi. Bu qanaqa? Dukkali mahsulotlar, moshlar, loviyalar, keyin no'xatli narsalar, shirinliklarni kamaytirsangiz, ana o'sha kamaytirgan hisobingizga sizda bu problemalar sal bo'lsa ham kamayadi, lekin kosmetologga yoki dermatologga borib albatta murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin yana bitta sabablari bor. Homiladorlik payti ba'zi bir ayollarimizga haddan tashqari ugrilar ham ko'p chiqib ketishi mumkin. Bu ham nimadan? Buni sabablari organizmga qaysidir vitamin yetishmayapti, bola shuni talab qilyapti-da, siz yeyotganingiz haddan oshiq bo'lib ketyapti. Shuni hisobiga ham ba'zi bir homilador ayollarimizda ham ugrilar juda ham ko'p toshib ketadi va unaqa paytda ularga hech qanaqangi muolajalar, hech qanaqangi proseduralar qilinmaydi va ularga o'zimiz домашний uходda biron bir kremlarni tavsiya qilamiz. Shularni yuzlariga surib, vaqtinchalik to'xtatib turishlari mumkin. Keyin 35 yoshdan oshgan ayollarimizda bu juda ham yana bir bemorimizga kelgan 50 midilar shunaqa 50 dan oshiq edilar. Yoshlarini so'raganimda yuzlari shu darajada bo'lib ketgan. To'g'risi men o'zim qo'rqib ketdim. Ular menga prosta qoshlarini o'chirtirgani viloyatdan kelgan edilar va men ulardan so'radim, yoshingiz necha dedim. 55 dedilar, shunaqa 50 dan oshiq edi yoshlari. Men aytdimki, biron bir prosedura qilmadingizmi yuzingizga? Kosmetologga, dermatologga ko'rinmaganmisiz desam, oldin buni boshlanish sabablari dedilar. Shu yuzim qizarib turardi. Har doim quyoshga chiqsam qizarib ketyapti. Keyin qichishishmanda bor edi dedilar. Keyin men dermatologga murojaat qildim dedilar. Xo'p, dermatolog sizga yordam berdimi? Nimalar tavsiya qildi deganimda aytdilarki, shu dermatologga borganimdan keyin yuzim shu darajada battar yomon bo'lib ketdi, nazokat deb aytdilar. Keyin men aytdim, dermatolog sizga ko'proq nima tavsiya qildi desam, aytdilarki, har borganimda bitta ukolni qanaqadir prosedura qilib bergan u dermatolog yuzlariga. Hamda u battar organizmni avjiga chiqarib yuborgan. O'tda yuzlarida demodekoz bo'lgan u ayollar va ular namlantiruvchi ili uspokоивающий nimadir qilmoqchi bo'lganlar, lekin yozib bergan dorilari ham qilgan proseduralari yuzlariga battar ugri chiqarib, hamda u qanaqadir yamichkalar bo'lib, ko'rsanglar juda ham неприятный holat, lekin o'zlari aytadilar, ko'chada yurishga juda ham uyalib ketyapman, oynaga qarasam nafratlanib ketyapman. To'g'risi, "Xo'p, men keling" dedim, "Men o'zim yordam beraman sizga. Haqiqatan bu yuzingiz ketadi" dedim. "Ketqisi bo'ladimi? Men chunki men degan dermatologga borgan edim. Shunaqa qilib qo'ygandan keyin yuzimni bo'ldi, o'sha hafsalampir bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi, 55 yoshda ham shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Chunki bu demodekoz yosh tanlamaydi. Siz necha yoshdasiz farqi yo'q unga. Agar siz unga bitta ulasheniya berib yuborsangiz, butun tanaga yuzga tarqab ketishi mumkin. Hamda u yuzlaringiz qanaqadir yara chaqa bo'lib, juda ham xunuk bo'ladi, qichishish, achishishlar paydo bo'ladi. Ana o'shani boshlanishi ham demodekoz. Agar siz o'sha yuzlaringiz qichishsa, achishsa, обязательно murojaat qilinglar, yordam beraman. Faqat boshlanmasdan oldin bularga o'xshab duvullab toshib ketganda sal qiyinroq bo'ladi, sabr kerak bo'ladi. Unaqa narsalarga ahamiyat beringlar. Agar sizda bu narsaga sharoit bo'lmasa, yana bitta variantini aytib ketaman. Sizda sharoit bo'lmasa, eng yaxshi yo'li kunlik o'sha qo'pol qilib aytganida ichingiz keltiradigan, ichingizni yurg'izadigan, o'sha laktalarni tozalab beradigan, bakteriyalarni tozalab beradigan oddiygina bitta anaqa narsa o'rgataman. Ishingiz qotayotgan bo'lsa, ko'proq issiq suv iching, stakanda issiq suvni faqat ho'plab ichgan paytingizda hech narsa yemasdan 1 soat, 2 soat kutib, orada siz o'sha issiq ichgan paytingizda tanaga yoqadigan darajada issiq suv ichsangiz, o'sha ham sizni ichingizni keltirib beradi. Hamda yana bitta yo'li bor. Aptekadan oddiy glitserin svicha olib, orqa zonadan bemalol tiqib ichinglarni keltirib uxlasanglar bo'ladi. Mana ikkita variant aytyapman. Yeyotgan narsangizga ahamiyat beringlar, kletchatkaliklar ko'proq. Bu ukroplar, sabzi, anaqalar, petrushkalar yoki kashnichlar ili salat bargi, qanaqadir shunaqa tabiiy narsalar, zaytun yeylar, o'shalarni qo'shilgan salatlar yesanglar bo'ladi. Faqat yog' solinmagan bo'lsin tarkibiga, lekin zaytun yog'i qo'shsanglar bo'ladi. U hech qanaqangi zarari yo'q. Faqat bir qoshiq qo'shib bemalol iste'mol qilsanglar, ana o'sha ham kletchatkalar ham sizlarga oshqozoninglar yaxshi yurishiga yordam beradi. Yoki 1 stakan suvga ukropni dimlab qo'yib, qaynoq suv quyasizlar ukrop ustidan, hamda 1 stakan suv
To soviguncha kutasizlar. Keyin ukropini olib tashlab, o'sha ukropli suvni bemalol ichsanglar, o'sha ham qabziyatda juda ham zo'r yordam beradi. Hech qanaqangi tabletka, bir dorilarsiz bemalol ichinglarga yurg'izib olsanglar bo'ladi. Shu narsani kuniga qilayotgan ishinglar shuni ichinglar kelyaptimi? Qanaqa kelyapti? Suv ichyapsizlarmi? Ko'proq hojatxonaga borishga harakat qilinglar. Ana o'shanda sizlarda metabolizm zo'r ishlaydi, qoninglar yaxshi aylanadi, hamda sizlarda ichinglarda ham yaxshi yurish bo'ladi. Keyin iloji boricha kireshkilar, chipslar, flash yoki oddiy Lipton choylari, qanaqadir ximikatli choylar magazinlardan sotib olib ichishni to'xtatinglar. Flashlar, gazirovkalar shularni to'xtatsanglar, eng zo'r yo'li shularni o'zi to'xtatganinglarning o'zida organizm очищение bo'ladi. Bekorga ko'pincha ugrilik yuzlarimiz qizlarimiz aytadiki, Nazokat opa, mana shu ro'za kelsa-chi, yuzlarim shunaqa zo'r bo'lib qoladi-da, ro'zada yuzlarim tiniqlashadi. Nimani hisobiga? Chunki ro'zada och qoladi odamlar, hadeb fast food nimadirlar yeyilmaydi. Ertalab og'iz yopiladi, kechqurun oilaviy ochiladi. Shunaqa paytda, dieta qilgan paytda ham ugrilarga juda ham zo'r foyda bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha sizlar ham ozgina yeyotgan narsalarga e'tibor beringlar. Bu o'zinglarning qo'lingizda. O'sha ugri toshib ketishi ham, uni oldini olish ham. Chunki ugri toshib bo'lgandan keyingi dog'larni ketkazish juda ham qiyin. Ilk sizlardan ko'proq rasxod ketadi. Cho'ntagingizga zarar bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha shu videoda YouTube kanalida sizlarga bo'ladigan videolarimizni, foydali bo'lgan ma'lumotlarimizni ko'proq olib chiqamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa bu videolarimiz yoki o'sha davolangan yuzlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizning Telegram profilimizga obuna bo'linglar hamda Instagram profilida bizning har kunlik postlar qo'yadigan videolarimizni kuzatinglar. Bundan ham to'liqroq ma'lumotlar bo'lsa, har bitta videolarimizni berib boramiz va keyingi videoyimizda sizlarning qanaqa problema ko'proq qanaqa sizlarga kerak informatsiya, nima haqida, sizda dog'mi, nima problemangiz bor, shu haqida ko'proq savollar bersanglar, kommentariyani men o'zim o'qib hammanglarga javob beraman va savolinglarga javob beramiz. Telegram, Instagram profillarimizni kuzatishda davom etinglar va YouTube kanalimizga ham a'zo bo'lib, like bosib qo'yinglar, chunki bu video ko'pchiligiga baribir kerak. Chunki hozirgi global muammo akne, yuz ugrilari. Dog' umuman ketmasligi ham mumkinmi? Yo'q. Ketqizsa bo'ladi. Hamma narsaning iloji bor. Faqat uning uchun ozgina rasxod degan joylari bor. Chunki birdaniga hech qachon yuz o'zidan o'zi zo'r bo'lib qolmaydi. Vaqt kerak bo'ladi. Hamma narsa ishlaydi. Masalan, bitta protsedura qildikmi, o'sha odamga 10 kun vaqt kerak bo'ladi. To yuzi o'sha dorilarni qabul qilib, kremlarni surib, dermani yaxshi ushlab berishiga qarab davolanadi, lecheniya bo'ladi. Chunki odam uxlab turganidan keyin mana oddiysi o'zim ham yuzim yog'li, ugri problema menda ham bor. Qachonki yuzimni uxotdan to'xtataman, keyin men ko'proq o'sha noto'g'ri ovqatlanish bo'lib qoladi. Shu paytda menda chiqadi, chunki meni adamlar ham yog'li, ugri bo'lgan oldin yigitlik paytlari. Yo'q, terlaganda qarang, bu qanaqa bo'ladi? Ertalab uxlagan paytingizda to ertalab turguningizcha yuzingizda bakteriyalar bo'ladi baribir. Bu anaqasi yo'q. Chunki yog'li yuzlar ahamiyat bersa, ertalab turganimda qilsa yana yuzi yog'lanib qolgan bo'ladi, jirniy bo'lib qoladi. Ularni yana yuvib tashlash kerak ertalab. Agar ularni o'sha o'zini spetsial umvalkasida yoki kremini surib qo'ymasangiz, u yog' sizni kun bo'yi yuzingizni yaltiratib, sizni o'sha terlagan paytingizda plus terining ichiga kirib ketishi mumkin o'sha bakteriyalar. Shuning uchun ertalabki hamda kunduz ertalabki va kechqurungi kremlarni, umvalkalarni surish kerak deb aytiladi. Chunki men bu yurgan paytingizda yog' ishlab chiqaradi-yu yana. Siz yog'lisiz-ku, o'zi yana yog' ishlab chiqaradi. O'sha ishlab chiqargan paytda u chiqib, pora ochilib qoladi-yu, poraning ichiga kirib oladi. O'shani hisobiga ham ugri toshadi. Chunki ko'chada qayerga qarasangiz, chang, bakteriya, hamma ham unaqa demoqchi emasman, lekin bundoq olib qarasangiz, nasliyasida adasi, onasi shunaqalar ko'proq qiynaladi ugridan problema. Keyin oshqozonida problema bor odam shunaqa bo'ladi. Mana ichiklari yaxshi ishlamaydi yoki ichi yaxshi kelmaydi yoki unda yaqinda bitta bemorni ko'rdim, boshida shunaqangi ugri, yiring, to'g'risini aytaman va shu men o'zim rahmim kelib ketdi. Oxiri men aytdimki, bu dedim oshqozoningizda problema bor. Men kosmetologman, men davolab berishim mumkin, lekin doktor bilan parallelni. Shunaqa boshda katta yiring erkak kishida ko'rsangiz, turmush o'rtog'i olib keldi. Boshi shu darajada yiringlab ketgan, sochi даже olishgan aqada, cho'z qichishadi, achishadi. Bu bilasizmi nimadan? Ko'p ovqat yeyishdan. Ovqat qanaqa? Bir xilgilachi nafsini jilolab olmaydi-da. Choyxonagami taq-taq-taq, anaqagami taq-taq-taq-da. Lekin erkaklar ko'pincha shunga ahamiyat bermaydi, ichi kelishiga.
nimadan problema bo'lyapti, nimaga men o'zimni yomon his qilyapman, nimaga boshim ko'p og'riyapti deb ahamiyat bermaydi. Lekin o'sha odamni oshqozoni, icheklarini yuvishni boshlasangiz, tozalashi, bu joylariga даже anaqayam уже sekin-sekin qon aylanib, o'sha ichaklarida yaxshi ovqat, chunki almashish kerakda, turib qolish kerak emas. Qo'pol qilib aytganda, bitta xonada bir kun o'sha axlat tursa, qanaqa sasib ketadi o'sha xona. Endi organizmga qanchalik toksin haydab beradi, tasavvur qilingda. Sizni badaningiz, o'sha qo'lingizdagi mam toshmalar, yelkalaringizdagi yuz, ayniqsa mana shu dahan tarafda ko'pincha ko'p erkaklarda ham ko'rganman, soqol tarafida, dahan tarafida ugri ko'p bo'ladi. O'shalarning hammasi ich qotishdan kelib chiqadi. Boshidagi ham oshqozonida biron bir yazvasi yoki oshqozonida o'sha kislota yaxshi ishlamayotgani hisobiga ham organizmga toksin berib yuboradi. Chunki u qo'pol qilib aytganda o'sha ichidagi kakashkasi dimlanib qoladi-ku, u qayerga chiqib ketadi, chiqib ketish kerak. Uje u ishini bajarib bo'ldi, oshqozonga ovqat kirdida, o'sha ovqat, o'sha ajralmalari ichaklarga so'rilib, jigarga haydadi, yurakga haydab beradi, hammaga yetkazib beradi-da, kerakli vitaminlarni kerakli joylarga, qora taloqada, keyin u chiqib ketish kerak, vazifasini bajarib bo'ldi. O'sha hamma vitaminlarni oldi organizm kerakli, chiqib ketish kerak. U o'shanga aylanganidan keyin o'sha ichida qolib ketadi-yu, devorlarida qolib ketadi. Qolganidan keyin u zahar bo'ladi. U zahar agar bir kun tursa, уже bo'ldi, tanangizga tarqash boshlaydi, odamni tez qaritadi, ugri toshishni boshlaydi, keyin dog' ham, hamma narsa problema asosan o'zi shundan tushadi, lekin borsangiz bir xilga kosmetologga faqat ukol qilaveradi. Ukol bilan davolab beraman deb o'ylaydi, lekin uni asosiy sababini tushunmaydi. Oldin patsient bilan yaxshilab muomala qilib, tushunib, nima senda problema demaydi-da, yotqizadi, bo'ldi, hozir zo'r qilib beraman deydi, qilib beradi, yaxshi bo'ladi, lekin u yana qaytalanadi. Qaytalanaveradi. To есть ani opa 2 oy turib berdi yuzim, yana yomon bo'lib ketyapti, yana keldim oldingizga deb qayta kelaveradi keyin u kosmetolog. Lekin o'sha kosmetolog sababini qilib bersa, uni ham icheklari bilan davolab bersa, unda hech qanaqangi keyinchalik ham bo'lmaydi. Menda shunaqa patsientlar borda, ugri dabdala bo'lib kelishgan edi. Bitta qiz bor edi, to'ydan oldin opa dedi, viloyatda turaman, onam pul jo'natadi, iltimos yordam bering, yuzim vashi yomon. Mana shu nima yeb ichsam ham ishoning dieta qilaman, hech narsa ham yemayman dedi-da u qiz. Hech narsa ham yemayman dedi. Lekin yemasligi ham xato. Tushunasizmi? Mana och qolishi ham xato, chunki organizmga vitamin kerak. Dieta qilaman, yaxshi bo'lib qolsam zo'r bo'ladi deydi. Onasiga tepaman, ichim yaxshi keladi, hamma narsa zo'r. Anaqa ovqatlanishim kamroq lekin mana ovqat ham yemayman, siz aytayotgan narsani umuman ichmayman, gazirovka ham ichmayman dedi, bez problem dedi. Lekin zavtrak qilmaslik ham bu xato. Chunki organizm eng katta dushman bu ertalab zavtrak qilmasligingiz. Ertalabki zavtrakka sir, обязательно iloji bo'lsa zaytun qo'shish kerak, zaytun och qoringa yarim qoshiq asal. Bir xilgilarning asalga allergiyasi bo'lishi mumkin, shuning uchun yarim qoshiq deyiladi. Agar unga sedana qo'shib yesangiz, undan ham zo'r. Faqat zavtrak qilishdan oldin yeb olasiz, keyin zavtrak qilasiz. Chunki zavtrak qilmasangiz ichingiz qotadi. Sizda yaxshi qon aylanish bo'lmaydi. Chunki uyqudan turganidan keyin organizm shokoviy состоянияda bo'ladi. Ichki organizmingizdan keladi, qornim ochdi degan ovoz keladi. Bir xilgina o'sha ovozni bitta eshitadi, miyaga singib, bor edi o'tib ketadi. O'qishga shoshadi, ishga shoshadi, shunaqa bo'ladi. Lekin ertalabki zavtrak qilmaslik ham, och qolish ham ugrini davolab bermaydi. O'sha kerakli kletchatkalarni yeyish kerak, vitaminlarni yeyish kerak, pomidor, bodringlar. Asosan ertalabkiga men sabzavot yeyishni maslahat beraman. Bodring, pomidor, bolgarskiylar, shunaqa ukrop, kletchatkalar. Obeddan keyin mana 4-5 gacha olma, apelsin, xuddi shunaqa mevalarni yesa bo'ladi.